Bo'ldi-da endi. Qachongacha bilmay yurasizlar? Norka haqida sizlarga zo'r ma'lumot bermoqchiman. Ko'pchilik bilmas ekan bu narsalarni. Mana shu Norkamiz bo'ladi. Hozir sizlar bilan bitta tanishib chiqamiz Norka haqida. Bu yerda 3 ta modelimiz bor. Bittasi pastga qarab tikilgan, splashnoy model deyiladi. Ikkinchisi поперечный modelimiz. Uchinchisi yo'lishga modelimiz. Bularning hammasi butun teridan tikiladi. Ko'pchilik so'rab kelishadi. Menga yaxlit bo'lsin, katta bo'lsin deyshadi. Bu mol teri emas, ani katta teri bo'ladigan unaqa narsa emas. Meni haqimda bo'lar bo'lmas gaplar ko'p. Norka terimiz o'zi kichkina bo'ladi. Bilasizlar-ku. Ko'pchilik biladi o'zi. Bilmaganlarga bu videoni tarqatib qo'yasizlar. Mana teri bo'lsa, bu Norka. Mana ko'rasizlar, buni past qo'yilmaydi, qorin tarafi. Tepasi qo'yiladi. Tepasini qo'yganda yaqinroq keling. Mana bu iz to'g'rimi? Bu qo'shib tikilgan kusok deb o'ylaydi ko'pchilik. Unaqa emas. Yaxshilab bilib olinglar. Bu yaxlit teridan tikiladi. Mana ko'rasizlar, qalinligi shunday bo'lyapti. Buni yaxlit qilib qo'yadi. Faqat fason chiqaradi xolos. Keyingi modelimizda ham поперечный modelimizda xuddi shu. Mana terining qalinligi bu terini o'zi mana. O'sha bel tarafi tushadi mana. O'shanda yaxlit qo'yiladi. Mana o'sha ko'pchilik mana shunaqa bo'ladi, yaxlit deb o'ylashadi. Lekin buni bir-biriga qo'shib tikkanda, pastga qarab tikilganda choklari bilinmaydi, ko'rasizlar. Mana bitta chok bor, lekin sizlarga ko'rinmaydi bu narsa. O'shaning uchun ko'pchilik buni yaxlit deb o'ylaydi. Tanishingizga jo'natib qo'ying, sanaki kusok, meniki yaxlit deganligi. Bu hammasi yaxlit teridan tikiladi. Kusok deganda u boshqacha terilar tushunadi. U narsani keyingi videomizda eslatib o'tamiz.